Hürmet körürmenler bugün 10. ayının 1. günü yeni bir kıtım arkalık sizler bilen görüşüp oturttunuz. Bugün yine Uygur Tadqiqat Enstitütü uğurlaştırılan Xitay'nınki Şarkı Türkistan'ı işgal kılışının 71. yıllığı münasebeti bilen yeni bir söhbet ötküzmekçi. Bugünkü söhbetimiz 9. ayının 26. günleri Xitay'da, merkezde şu Şinjan Hizmet Yığını namı astıda bir yığın çağırıldı. Ama malum 2014 yıldan hazırgacha bu nurgun işler oldu Şarkı Türkistan'da. Ama Xitay Reis Cumhurı Xi Jinping'in bu haqda bir aniq bir pozitsiyası yoktu ama bu Şinjan yığını degan Xitay'nınki Şinjan Hizmet Yığını degan yığından keyin bir nutq so'zladi Xitay Reis Cumhurı Xi Jinping. Bu sözge bütün dünya dikkat kıldı. Bunundan keyin nim buludu? Bu siyasette davamlaşamdı, yoki özgüremdi, özgerdimi degandek nurg'un savollar o'ttirib chiqdi. Şuna bugün bu sohbetimizde hem bizden stratejiye mutaxassisimiz, xalqaro munosabat mutaxassisimiz Doktor Erkin Ekrem var. Bu Xitay'nınki bunundan keyinki bu siyasetini hazır elip beriyotgan siyasetini tahlil qilish uchun, munozara qilishimiz uchun aytib muhim Erkin Ekrem var. Yana hammalarga ma'lum Xitayda dunyodan en ko'p tanqidga uchrayotgan narsa Xitoydagi kişilik hukuk defsendiçiligi. Uzun yıllardan bu yana hem bu davanın içinde dava kılıp kelyaptgan hem bu kişilik hukuku cihetteki mutaxassisimiz Zübeyre Hanım, Zübeyre Şemsiden Hanım aramızda bugün bu münazirge katlaşıdı. Hem Xitay'nınki bu rayon gelip beriyotgan iqtisadi, yani Xitay hemmimizge ma'lum burundan tartıp bu rayonga meblag selyaptganligini, Şarkı Türkistan'ın iqtisadi jihatdan taraqqiy qilayotganligini davam deb kelyapti. Hem bu qadimki Aqtaş kitapta hem Xi Jinping'ninki bu nutqidimi rayonga nurg'un meblag salganligini, ishsizlikning azayganligini ta'kidladi. Bu jihatdan bugünkü mehmonimiz bizningki Ankara Üniversitesi'ni bitirib magistrlikni şu iqtisod şunaslıkta okup hazır Amerika'da turayotgan Mehmetcan qatnaştı Uygur Enstitütü'nün mutaxassisi o'zi. Hammanglar bu programga hoş geldinglar. Hoş bulduk. Endi bugünkü programımızı bu şekilde başlasak deyman. Endi bu Xi Jinping şembe günüki bu şembe günü kılgan nutqida şunu dedi. Ameliyat şunu ispatladı ki partinin yeni devirde Şinjan'ı başkuruş stratejiyesi bütünley toğra degan cümleni kurdu. Doktor Erkin Ekrem Efendi, bunu qanday düşünüşümüz lazım? Bu cümleden nimeni düşüneleyimiz? 2014'ten itibaren Xi Jinping Şarkı Türkistan'ı ziyaret kılgandan keyin o'ttirib qo'ygan bir fikri var. Yani Şarkı'da yozla bu iktisatını terakki kıldırıp, turmuşunu tüzütüp, yaxşı kılıp, ondan keyin bu rayonnanki muqimligini tutqulu bo'lmaydi degan bir düşüncesi vardı. O düşünceni şu 2014'ten keyin icra qilishga başladı. Ve bizning ko'rayotgan, bilayotgan şu jazo lager bo'lsin ve nurg'un odamlarni turmaga tashlash bo'lsin ve mahallelerde komitelerde adamlarni apırıp yunishga tutib apirish bo'lsin. Bu siyasetning to'g'ri bo'lganligini da'vat etdi. Hem de bu qilgan ilib borgan tanqid, ama tanqid ve bisimga qaramay yanıla o'zininki qilganligining to'g'ri bo'lganligini degan bo'lsa, demek ki hozir Xitoy bo'libmi shu Politburo a'zosi 7 a'zoma qaytilgan. Bularninki ko'z qarashmi o'xshash ma'no keldi. Hem de bu 2014'ten beri ilib borgan bu
sistematik zulüm siyaseti onunki bir bedeli buludu endi. Çünkü halkara bilinip oldu, o vakitde kanunlar çıkıvadıdı ve onun okşaydıgan kanunlar mı çıkıvadıdı. Uygur teşkilatları, Şərq Türkistan teşkilatları mı faaliyetlerini güçlendirivadıdı. Muşnunga mı karmay özününkini doğru dep mangan bolsa, demek ki emdi bu hatasını tanımay, şu hatanı devam kılmayan diyen gap. Hem de halkaradan kanda bir isim kesimi, ben onu karmayman diyen gap. Eğer de müşna bir isim işlersenle ben karşı çıkıman sizlerge diyen bir siyasetini ilip bir vadıdı da düşünsek oldu. Zübeyre Hanım hem de bu Xi Jinping'in nutkada yeni manda bir cümle var. Diyor, deydi o, yeni devirdeki partinin Şincan'ı idare kılış tedbiri, içtimai mukumluk ve edebi emirlik Şincan hizmetinin baş nişanı kıldı deydi o. Cumhuriyet milletinin ortak gevdesi enine puxtu turguzuşunu çın turdu. Devletimizin dinini Xitaylaştırış yönelişi de çın turdu. Emeliyat şunu ispatladı ki yeni devirdeki partiyenin Şincan'ı idare kılış tedbiri tamamen doğru, cezmen uzakçı çın turuş gerek. Hem de insan hakları dokulatlarına karaydıgan bolsak dini erkinlikninki en igir derecede depsende boğallığını körümüz. Dinini Xitaylaştırışka devam kılımız devatıdır miyade. Hem de bu ortak gevdini şekillendiriş. Yani bu yerde bütünleymiş Uygurlarını Xitaylaştırış siyasetimiz doğru. Muşunu kılmayız degen mənini düşendim ben. Siz bununla kanda karaysız bu siyaset bir özgürlükten bir yumuşaklık var mı bu ifadede ya ki bununkin devamlı şekilde muşunu elip barımız degen mənanı ifadelemdi. Bu endi muş siz öz aytdınız. Demek Xitayninki, bu Xi Jinpingninki bu degan so'zdan, hozirgi degan so'zdan muqimlikni mangu saqlab qolish. Demek Xitayninki shu o'zininki maqsadiga va yoki Xitoyning qandaqdir bir shu dunyoni kontrol qilish maqsadiga yetish uchun bizning vatanda muqimlikning birinchi bo'lganligi ham muqimlikni saqlash uchun bizning vatandagi xalqimizni, bizning Uyg'ur xalqimizni ayni shu Xitoy o'zining kontrolligi, o'zining kallisidagi tushuncha bo'yicha Uyg'urni Uyg'urlik betini saqlab emas, Uyg'urlarni butunlay Xitoylashtirish orqali bu mangulik o'zgarishni saqlab qilish degan qilishning asosi shu ekanligini ta'kidlayotdi mening tushunchamda. Demakki bu yerda Xi Jinping aniq bir narsani deyotdiki, albatta bu shu Xitoyninki huquqining mangulik, ya'ni Xi Jinping o'zining huquqining mangulik davomlashi, ya'ni Xitoy davlatining o'sha Xitoylik nimasi bilan dunyo o'rnini mangu saqlab qolishida birinchidan bizning vatanning nihoyatda muhimligi. Endi bu bizning vatanning yana bir siz degan gapning nimasi qilib qo'yganda. Endi bu vatanning bir muhim strategik va boshqa o'rnini saqlab qolish uchun bu yerning yerli xalq bo'lgan Uyg'ur xalqini shu Xitoy o'zining mantiqasi Xitoylashtirish bilan bu mangulik muqimlikni saqlab qolamiz degan narsani yana bir qatam ta'kidlayotdi. Bu deganlik Xitoy, ya'ni bu Xi Jinping biz o'zimizning qattiq qo'lliq siyosatini davomlashtirib, Uyg'urlarni davomli assimilyatsiya qilish, ya'ni Uyg'urlarni assimilyatsiya qilishning oldingi sharti albatta bizning birinchidan dinimiz, undan keyin bizningki madaniyatimiz, hem undan keyin boshqa bizning ijtimoiy Uyg'ur kimligimiz, mana mushulardan iborat. Shunda bo'lgan ekan, albatta mushularni dinni Xitoylashtirish degan gap bizning millatimizni Xitoylashtirishning oldingi shartini hozirlaganlik. Bu hazırlanğandan keyin bizni bir Uyg'ur sifatida masalan bizning tilimizning yo'qolayotganligi xeyli bo'ldi. Atalmış bir til siyosati, qo'sh til siyosati bilan amaliyotda bir tillik tarbiya elayotganiga bizning Uyg'ur xalqi xeyli uzun vaqtlar bo'lib qoldi. Undan keyin bizning madaniyatimiz degan vaqtda madaniyatimizni xuddi faqatla muzeumlarda, muzeyxonalarda, ko'ch-ko'ylarda, u yerda mundaq xalqlarga xuddi bir hayvonotlar bog'chisiga bir yo'lvosni akir qo'yib, mana yo'lvos deganning xususiyati mushu narsa deb uni birligi shakldagi bir muzeumning asbobiga aylantirib qolgandek biz Uyg'urlarni ashundaq shakldagi bir narsa qilib qolgan butun Uyg'ur millatini bir xalq millat sifatida yo'qotish degandek shundaq
assimilasiya siyosatini yani shundaqla assimilasiya qilaman degan shunday maydonni yana bir qatim chunqur ifodaladi desakmi bo'ldi, ham aniq oshkorladi desakmi bo'ldi. Demak, bu Xitoyning toki burun-burundan şu qo'llanib kelayotgan siyosati bu 2014-yildan keyin bu siyosatning biz Uyg'urlar qarshi texmo kuchli holda elib berilishining hammasi bu tunugun bugungi ish emas, bu Xitoy hukumatining mayli Xi Jinping bo'lsin, ham undan bo'lsin, butun shu Xitoy hukumatining bizga qaratgan bu siyosatining naytli planliq, sistemalik, strategiyalik holda qadam-qadam elib beriyotganligi mana kunga kelgan vaqtda bu yaqinqi Şinjan xizmat yig'inida Xi Jinpingning qo'rqmay mardonalik bilan mening Uyg'urlarga yurgizgan siyosatimni aytib to'g'ri buni davomlashtirish kerak deganning ma'nosi. Demak, bizni shu qadar tajriba qildi, nima qildi? Biz buni davomlashtirib bu Uyg'ur bir millat sifatida yo'qitimiz deydi. Ammo boya Erkin Akram efendi aytib o'tgandek, Xitoyning bu Xi Jinping'ninki bu hukumatninki bunda deyishninki amaliy elib beriladigan, amaliy ekiladigan oqibatlarning hammasi insoniyat tarixidagi shu insonlarning har bir insonning kishilik huquq masalasiga tubdan zid. Demak, bu zidlik mencha bu Xi Jinping'ning Xitoy siyosatininki yana u davomliq elib beriladiganiga unchalik bir ijobiy narsa ekanmaydi. Çünkü bu zıtlık Uyghur milletininki kişilik insanlık bir hukukları ve başka nesli tecavüzçülükle bulup kalmaz. Çünkü Uygurlar biz dünyadaki şunda bir ezilgen halklarının bir parçası sifatimizde insaniyetke karşı bir cinayetini şekillendirdi. Rahmet sizge Zübeyre Hanım, ikinci kıtımda yana davamlaştırımız. Hem de bu Xi Jinping'ninki nutkuda hem ötken de ilan kılıngan bu Aktaşlık kitapta bu rayonunki iqtisadi terakkiyat doğrusu da bazı malumatlar verilgen. Hem de 2014 yıldan 2019 yılgacha şu rayonga hem de Şinjan'a demekçi hem de Şarkı Türkistan'a 1 trilyon 359 milyar 710 milyon yuanga yakın pul ayrıgalığını bunun burunqa qaraganda 7,2% aşqanlığını depti. Adetki ammavi hamçot kiremi 157 milyar 760 milyon yuanga yetip yılığa oturunca 5,7% aştı depti. Bingtuan'ga ayrılan pul %10% aştı depti. Hem de rayonda hem işsizlik olsun, kişi beşiğe düşken daramet, hemmenin aşkallığı hem Aktaşlık kitapta hem Xi Jinping'nin nutkudumu muşu akta malumatlar var. Mehmet Can Efendi bu malumatlarını kanda düşünüşümüz lazım. Xitay hakikaten rayonunu terakki kıldırılatandı ya bu bingtuanlarga, bu yerlerge ayrılan pul Uygurlarını bastırışka, lager selişka ayrıgan mı ya ki rasmuşunda ayrıgan meblağ bağ mı ya ki bu yalgan biz bir Şarkı Türkistanlık hem iktizat şunas emez biz ama biz kiçigimizden tartıp bu rayonga nurgun pul sağallığını deydi Xitay. Devam haberlerde anlayımız ama halk uyada aç, kembegal, abda nurgun yıllap, aylap, göç yemeydiğen adamlar vardı bizden küçük vaktimizde. Şu vaxtıda mı daramet açtı, işlep çıkarış açtı da bana teşvik kılattı. Bu sallağını kanda düşünümüz. Baya erkin muallim deb ifade etgandek Xitoyniki şu bizning rayondagi muqimlik uchun ya'ni iqtisodiy taraqqiyotni aytib muhim bu Xitoy shunday qaraydi. Ammo Xitoyniki iqtisodiy statistikaga ancha qaraganlar biladi. Xitoy odatda yaxshi, pozitiv sonliq ma'lumotlarni ko'ptirib, oshirib tashviq qiladi. Kemaygan yoki nachar ma'lumotlarni tashviq qilmaydi yoki bo'lmasa yana bir ijobiy shaklda tushuntirishlar. Xitoyniki bizniki rayonga mablag'
sağlığı hem xəritni eçiş degan bir şuar aslında bundan tortib pulni xərcləvatimiz degan bir uchini bütün Xitoylarga berib kelayotgan. Ammo Xitoyniki əməliyyat sağlan kirimi, amma Xitoyning sharqiy o'lkalariga sağlan kirimi albatta bizning vatanikidan ko'p. Undan boshqa Xitoyniki shu doimiy sağlan iqtisodiy masalan 1 trilliondan ortiq debdi. Ondan yaqinqi 2 yildan buyon nomzodlikni tugutish deydigan bir şey var bütün Xitoy bo'yicha. Xitoyniki shu Alloh saviyaga yetish Deng Xiaopingning o'tirib qo'ygan plani bo'yicha bu plan 2020 yil to'shatdi. Bizning vatanga har xil soatlarni o'rnatib degandek 2020 yili umumyuzlik Alloh saviyaga yetib bo'lmaymiz deb ularning eng tuban kirim chekini bekitib deganda qilgan. Ammo 2020 yil kirgan vaqtda u yo'qolib ketdi Xitoyning shu xalq Xitoyniki shu nomzodlik siziq bo'yicha ya'ni bir adamning yillik kirimi 3000 yuan yillik kirimi 3000 yuan bo'yicha Alloh saviyaga yetdimi yetmadimi u haqida tasbir narsa e'lon qilgani yo'q. Lekin bizniki vatanniki endi kirim tangpunligini eg'ir kirim tangpunligidagi farqni cho'ng xo'tan degandek taraflarda odamlarniki kirimi tuvan 2016 yillik ma'lumotda odamlarning o'tilish kirimi 5000 yuan deyman yillik o'tilish kirimi. 2019 yilgi nishon 7000 yuan. Undan keyin qanday bo'ldi? Keyingi ma'lumotlarni e'lon qilmadi. Shunga o'xshash. Ammo Xitoyniki sharq taraflarida masalan Shanxayda 45000 47000 shunday menyotidi. Xitoyning Beijing boshqa dengiz bo'yi rayonlaridami endi bizning vatan bilan bo'lgan kirim farqi ham osmon zamin yuqori. Yana birisi endi Xitoyniki salgan mablag'i yolg'iz bu nomzodlikni tugutish jihatga emas. Ko'pinchisi shu bir belbog' bir yo'l qurilishi deb shu qurilishninki quruqliq tarmoqi bo'lgan. Ya'ni energiyani Iran va O'rta Sharqdan Pokiston orqali ondan bizning vatan orqali Xitoyniki sharq rayoniga yetkazadigan undaq bir qurilishninki bir parcha sifatida endi tosh yo'l, temir yo'l degandek sohalarga ko'p mablag' sarflayotdi. Undan boshqa shu virus vaqasi, virus ahvoli boshlangandan buyon Xitoy yana pul besib tortishni ko'paytirib, yolg'iz bizning vatanga emas, hamma yerga Xitoyniki boshqa ishki rayonlarga ko'plab iqtisodni jonlantirishniki qo'ydi. Buningki natijasi endi eg'ir bir pul paxallik bo'ladi. Pulni besib ko'plab tarqatgandan keyin. Undan boshqa Amerika bilan bo'lgan iqtisodiy to'qnashuvlar va bu sabablar tufayli Xitoyniki boshqa davlatlardan keladigan oshliq, go'sht importi ozaygandan keyin bizning vatandan to'shib Xitoy ichiga olib keladigan oshliq va go'sht mahsulotlari ko'paydi. Bu sababdan bizning vatandan eg'ir bir pul paxallik bo'lganligi so'zlanadi. Ya'ni Xitoyniki bu sog'an mablag'i yoki kishilarniki yillik kirimini oshirdim deb e'lon qilgan soliq ma'lumoti kishilarniki turmush saviyasiniki amaliy kirimniki oshganligidan derak bermaydi deb qarayman. Rahmat sizga. Endi bu yana birisi mana Bingtuanga 433 milyar yuan burunga qaraganda 10% aşırdık depti. Bu Bingtuanga bergen pullarni ketidi. Buni qanday tushunishimiz lozim? Bingtuanga sayilgan mablag'larning ko'pinchisi birisi shu ommaviy asosiy qurilish inishioatlari. Odatda Xitoyning Markaziy bankasining pul besib tortib, uni yerlik hukumatlarga tushirgan vaqtda uni maxsus tur mablag'i deb ataydi Xitoycha. Shu tur mablag' bo'yicha endi shirkatlar har xil projektlarga iltimos qilib yoki hukumatlar hukumatning nomida projektlarni qilib degandek shu shaklda endi asosiy inshoot qurilish eqorida pullar asosan shu yerlarga boradi. Az bir qismi ondan boshqa hukumat xarajati muqimlikni saqlash degandek. Rahmat sizga. Erkin Ekrem efendim de bu
aldı bilen biz muyum dep karagan, men muyum dep karagan bir Xi Jinping'nin sözünü bir düşünüşümüz lazım. Hem de biz bu sözlerinin bu muyum hem biz Uygurlar haberlerini okuğa vaxtıda, makallarını okuğa vaxtıda vatan dükünüp kalgan ki bunda ötep gitimiz ama bularının içinde nurgun mena cık neslerini düşergili oldu hem de. Bunu bir stratejiye mutaxassisinin közü bilen bizge düşendirip etsiniz. Mesela Xi Jinping'nin yani bir sözü var tekitleyen Şinjan meselesini bir taraf kılış için devletin hem caylardaki rehberlik katlamadakilerinin toluk ittifaklaşışı lazım deydi. Bunu kanday düşünüşümüz lazım. İttifaklaşmam da bu cümle ne kadar təhlil qılımız? Demek ki bir yerde ittifaklık yok degen gapimdi. Eğer bolsa ona jakalışının hacet kalmadı. Demek ki Xitay hükümeti Şark Türkistan'daki insanlığa işenmeydiganlığını ve bulupmu şu Ürümçi katlamdan keyin Xitay bilen Uygurların arasındaki münasebetler jirikleşip ve arlaşmaydigan bulup hatta birbirisinden guman kıldıgan buldu. Bundaq bir ahvalda meselelerini hal kılmay turup sırttan bularını zorlap ittifak kılış biraz kıyın toktaydı. Hem de bu bundaq ayrımcılık kılgandan keyin Uygurlar özünün kimlikini tekim qoğdaşqa tırışırdı. Kazaklar şunda, Kağanlar şunda. Xitay şunda buludu Şark Türkistan'daki Xitaylar. Bu bisimden töpeyli. Hemisi özünün kimliği için o ittifakma oturgu çıkmaydan. Şununla mağaketim Xi Jinping'nin yani moyun bir gibi yani Cumhuriyet milletinin kimliğini berbat kılış. Yani insanlıklarının ki takdirini birleştirgendek hazır bütün Xitay boyunca hemen milletin ki kimliğini Cumhuriyet milletiyle bağlaş. Şununla dikkat kılsak hazır Uygurlarını millet dep atamaydı. Hazır etnik grup dep ataydı Xitaylar. Yani milletten mi çıkagan ama etnik grupka bağlangan şundakla etnik grup olgan vaxtıda Cumhuriyet milletinin kimliği asan bağlayımız deydi. Hem de eğer de Uygur kimliği acizliğin takdirde Xitay kimliğini kabul kılışka asan boludu deydi. Şununla bu yerdeki ittifakının kimlikini yok tutturup ularını birleştirmek yani ularını entegre manada emez ularını şu birbirine yapıştırıp çaplap bütünleştirmek. Çünkü bu 2009'dan beri Xitay bunu hal kılamadı aslında. Çünkü rayondaki bu etnik, dini ve örf adet, yaşam, bazı örf adet ve turmuşlar ma dini bile münasebetlik. Yani Xitay bile Uygur'unu ayırıp durmadı. Şununla bunun denki şu örf adet cetteki okşamaslıklarını yok tuş lazım. Xitay ancak karaydı. Şununla bu Şark Türkistanlıklarının ki dini cetteki, örf adet cetteki, adet cetteki hemen nimini suslaştırıp ve de yok tuş kıtırışmadı. Hemimiz bilimiz muşunu yok tuş için mi Xitay pul acırtıvadı. Ve bununla fond ayrıvadı. Yani jığıp gelgen çağda bu ittifakını aşı Uygurların kimliğini yok tuş bile birlikte bu ittifakını Toğdaş'ın yolunu talagan gibi. Ama Garp devletlerde bunda karmaydı. Demokrasi bir tüzüm boğandı ki medeniyetle kültürle okşuması mı köp kültürlük bir cemiyet hep ataydı. Xitay olsa bir milletlik, bir kimlik, bir milletlik bir devlet de vardı. Bu demokrasi tüzümünün boğmuğanlığı ve ulus devlet degen yani nation state degen devletinin ki manasını doğru düşünmey ve bu devletin içindeki kimlikleri farklı olan hele bu dini kültür kimlik olsun. Bunlarını bir homojen halığa ekilişe tırışıyordu. Yani bir yerdeki ittifakını nişinde oylasak oludu dep oylayma. Yani jığıp gelgen çağda Xitayma digili olmaydıgan asimilasyadır. Bunu sistematik bir şekilde asimilasyana ilip bir vadıdır. Yani bizgi kargan çağda bu bir zulümdür, izdiraptır ve bununla karşı çıkan vaxtıda bunların hemsini terörist dep ataydı.
Bu teröristlarni necha xil uslub bilan abayman degandek lagerga, turmaga, bu siyosiy uyg'unishga degan yerlarga olib borib bularning kimligini sustlashtirib, mengsini ondan keyin Xitoyni yaxshi ko'rish, Xitoy davlatini, hokimiyatini yaxshi ko'rish, partiyani yaxshi ko'rish, ammo din İslamiyatdan yiroq turish. Chunki İslamiyat arablarning dini, sizlarning dininglar emas. Sizlarninki örf odatinglarda kiyim-kechak mandaq kiyindi, undaq kiyinmi. Yani Uyg'urlar Xitoylashtirilyotidir. Yani Uyg'urlar o'zininki haqqini qo'g'dayolmayotidi, o'zining erkinligini qo'g'dayolmayotidi. Chunki hammasini ulab talab ilyotidi. Shuningga Xitoy hozirgi mushu gaplarni deb o'tirib chiqqan qarg'an chog'da bir chetdan degan vaqtida chorasiz qilyapti. Çünkü hazırki bu işletken usluplar yani siyasi başvuruş uslubu bir iptidai uslup. Bir vaktince işiltilen usluptu ama bular mengü işiltimiz de vardı. Demek ki başka çaresi kalmadı, muşun işiltiyor. Halbuki cık çareler var. Yani bütün Xitay'ın mukumluğunu tutuş için nini çareler var. Bundan başka mesela iktisat burunqidek yaxşı emas. İqtisadning taraqqiyoti burunqidek tiz emas. Bunun yaratgan bazı cemiyet karakterlik meseleler var. Şu sebepten tüpeyli hamda navada bir çatak çıkıp kalsa tutamay kalımız deb hazırdan başlaplar bunu çim tutuşqa tirishibdi. Yani olsa Mehmetcan'ın deginedek yeni İpek yolu stratejisini əməlləşdirishqa tirishibdi. Çünkü bu əməlləşkən vaxtida Xitayning Cihangir devlet bo'lalaydiganligini ko'rsatadi. Yani onun asosini quryapti. Shuningga Xitoyning kelgusini belgilaydigan bir projektlardir, bir strateji plan. Ama şu bizning mamlakatdan chiqish bo'lg'ashqa mamlakatning muqimligini chim tutmasa bo'lmaydi. Yani mushu stratejiyaning amallashishi uchun Sharq Turkistonda muqimlik va Sharq Turkiston xalqini assimilya qilish va o topraqni tamamen Xitay'nınki bir ülkesiga aylandırmaktır. Muşuna düşensek oldu deb o'ylayman. Rahmat sizga. Zübeyra Hanım hem de Xitay işte ko'rinishlarda ko'ryapmiz, resimlar taqtilyapti ijtimoiy taratqularda. Hem de Xitay şu Uyg'urlarni o'ziga o'qitish, assimilyatsiya qilish uchun bir sorunda tamoq yegizib şu birbiri bilen kucaklaşıp, körüştürüp, külmeydiği yerde külüsü de kinolarını çekip aynı taktıvatıdı. Hem de siz insan hakları, dokulatları teyalavatısıyla bulup mu şu hanım kızla en köp izlivatıdı vatanda. Hem de bu usul bilen Xitay Uygurlarını da bozu getip durup, izip durup, dünyaya muşunda resimlerini çekip takıtış arkalık dünyanı işendirelemdi. Bu beraberlikni, bu Xitaylaştırış siyasetini muşu şekilde emelge aşırış imkaniyeti var mı Xitay? Yani üzümü okuştu mu deydi ama bozu gitip durup. Bize yeni takaldı bir nimede şu biçare Uygurlarga somkılar bilen suğatlarını apagan o ayallar yakşı geldiniz dep süygüzüp takızıp değil mi? Yüzüge karasa Uygurlarning yüzüde bir tebessüm, bir hoşallık yok. Yani mecburi aş işte kıldı olup. Ama bu usul bilen Uygurlarni assimilasiya kılalamdı. Mesela bizim Uygurlar hanım kızlarının mecburi toy kıldırış nurgun meseleler var. Dünyaya tazı anlatanmalık bizden de bu hanım kızlar meselesi de tabi sizler cık küçük kırvatısıyla ama nurgun ademlerimiz bu hakta işleşi lazım. Ama Türkiye'ye karaydıgan bolsak mesela hanım kızlardan bek az bu davanın içinde. Siz burundan tartıp bu işten içinde bununla kanda karaysınız. Nimede Türk halkımızda bir gap var ki zorluk bilan güzellik bo'lmas deb. Her qanday vaqtda o bir mecburlik bilan qilingan bir ishninki yaxshi oqibati bo'lmaydi, uning yaxshi unumi bo'lmaydi. Endi bizning Uyg'urlarning bizning hozirgi ahvolimiz kelganda bo'lib xonim qizlarimizning masalasi kelgan vaqtida bir muhim narsani o'tirib qo'ydingiz Erkin efendim.
Amaliyotda bir millatning millat bo'lib turishi, bir millatning kimligini saqlab qolish, bir millatning istiqbolini o'ylasak, xonim qizlarimiz shu millatning asosli insonlari, ya'ni qo'g'dilishga tegishlik, ham shundaqla asrashga tegishlik, ham shundaqla ularni haqiqiy qanday bir guruhiga, qanday bir xalqqa taalluq bo'lsa, shu xalq, shu guruhining xalqi bo'lib, ashtaq bir yoshiga sharoit yaratish, ularni shunaqa imkonga erishtirish, ashunda bir erkinlik erishtirish bu asosli bir xizmat. Amaliyotda bu ahvol bizda yetarlik emas va yetarlik bo'lmayotdi. Biz qo'limizdan kelganini qilyapmiz, ammo yetarlik emas. Siz hozir deb o'tdingiz, bizning Uyg'urlarning eng cho'q aholisi Turkiyaga yerlashgan, Turkiyada bizning minglagan, millionlagan desam bo'ladi. Balkim shundoq eng ko'p nüfusni egallagan xalqimiz bor. Eng aziyat ko'rgan, jafo tatgan Uyg'ur xonim qizlarimiz var, shu yerga, shu vatandagi zulmdan qochib chiqib ketgan. Ammo haqiqatan siz degandek biz mushunda bo'lyapmiz. Biz Uyg'ur ayollarininki, ya'ni biz bir millatning onasi bo'lgan, bir millatning kelgusi bo'lgan, bir millatning istiqboli bo'lgan insonlarning bizning dardimiz mayada deb haqiqatan o'z chiqib qilayotgan insonlarimiz oz. Ammo tegishlik G'arb dunyosida o'xshash bu haqda maxsus bir cho'ng ishlarni qilayotganimiz oz. Ammo mushunda bir ahvolni menimcha Xitoy his qildi deb qarayman. Xitoy shuni tuyg'ashqa, ya'ni bizning Uyg'ur ayollarniki Uyg'ur jamiyatiga rolini bilgashga, ya'ni uningdan sirt hammamiz bilgandek bir millatda bir ayol kishining qanchalik muhimligini, bunday aytganda bir ayol kishining bir oila, bir oiladan keyin bir jamiyat deganlik bir vatanning egisi bo'lgan insonlarga eng zo'r mas'uliyati va bir inson odamlar ekanligini shuni his qilganligi uchun hozir siz degandek odamning tasavvur qilg'isiz bir nima deymiz, shunda bir tetiqsiz siyosatlar bo'lyapti bunday vaqtda. Shunda bir tasavvur qilg'isiz, ya'ni bir ba'zi bir tarafdan aytsangiz ko'ngli ilishqidak degandek ishlar bo'lyapti vatandagi ahvollarda. Siz bir qurdab o'tdingiz, masalan, majburiy to'y qildirish, undan keyin majburiy kuldirish, kulmaydigan yerga kuldirib, majburiy hatto Uyg'ur ayollarining qanday kiyinish, qanday yurish turish, qanday qilib yashashlarga qadar bizningki eng odatdagi bir insonlik nimamizga qadar bular tajovuz qilib kiryapti. Bunday aytganda bu maqsad butunlay bizni yo'q qilish. Chunki ayol kishini o'zgartira olsa, bir hukumat va yoki bir zo'ravon kuch ayol kishining qanday mayli uning xarakteridan, mayli tashqi ko'rinishi, mayli butun ideyasini o'zgartira olsa, uningdan keyin u millatni butunlay yiqitmoq bularga oson keldi. Shuning uchun har tarafdan elib berilayotgan Xitoyning bu besim siyosati, bu majburiy siyosati, bu qirg'inchilik siyosati menimcha vatandagi Sharqi Turkistondagi Uyg'ur ayollarining hayotini haqiqatan chidag'isiz darajada ig'irlashtiryapti. Zulmning ig'irligini oshiryapti. Ammo siz o'zingiz degandek, ana ashundaq ahvolda turib, bunday aytganda qoral beshiga tanglaglik turib, shu qadar besimlarda ular hukumat deganni qilish uchun, demak biz ko'rayotgan shu videolarda yanada shu Uyg'ur xonim qizlarining yuzida norozilikni his qildik. Siz va men his qildik. Demakki shundaq ahvolni ko'ryapmizki, garchi shu qadar besim bo'lsa, demak bizning millatningki texi 100% her tarafdan bunday aytganda qon yuragi butun hamma nimasi bulg'unib, Xitoynikini men senikini qabul qildim deb uning texi butunlay mundaq o'zini umidni yo'qotgan yoki osmonlarga qarab yuz tutib bo'ldi, alhamdulillah bizga kapta mushu bizni bo'lmaymizga degan yoki yetmidi deganlikni ko'ra olamiz. Eng bo'lmaganda shu rasmlardan. Ammo biz buni ko'ramidik, bizning xalqimizda umid bor ekan deb jimjit o'tiraversak biz tugab ketamiz. Chunki yana qaytib kelsak so'zimizga, Xi Jinpingning bu atalmış Şinjan xizmat yig'inida degan gaplariga, hozir Erkin Akram apandi bunday aytgan vaqtda vatanning butun umumiylik ahvoli, bizning millatning taqdirini deb bo'ldi hamma narsani. Qayerdan qayergacha nemish bo'layotganligi. Endi biz hozir deyotganimiz misol bu bir. Masalan, bu amaliy mening hozir deyotganlarim bo'lsa, Erkin Akram apandi umumiylik deb o'tkatgan Xitoyninki butunlay yo'qotdi siyosatininki amaliy misollarini deyapmiz. Ammo bu misollar sal qaraydigan misollar emas, sal qaraydigan ishlar emas. Masalan, tug'utni cheklash bu sal qaraydigan ish emas. Bir millatniki kelgusi avlodlar tug'ilmasa, u millatning nufusi azlaydi deganlik biz yo'qaymiz.
bir millatning bir millat xonim qizlarniki ularning bir diniga e'tiqod qilishi, qandoq surishtirishi, bizning urf-odatimizni saqlashi, ularning hammasi yo'qolsa, demak bir oilada Uyg'urlarning urf-odatlari yo'qoldi, bizning madaniyatimiz yo'qoldi degan gap. Chunki bolalar qandoq o'tirib tamoq yeyishdan, qanday kiyishdan tortib, qandoq qilib gap qilib so'zlashning hamma narsani oldidan onadan oladi tarbiyani oilada. Albatta dadalarning rol eng ko'p, ular bir qo'g'dug'uchi bizning aqlimizda, ammo onalar butun hammaga kelganda bir mana aytganda ma'arifchi. Demak, bularning hamma narsasi yo'qolyotdi birdan. Ham yo'qolgan vaqtda Xitoy nihoyatda qo'rqinchli holda, nihoyat qo'rqinchli siyosatlar bilan buni ib beryapti majburiy holda. Mumkin bizning Uyg'ur xonim qizlarimizni majburiy Xitoylarga yotliq qildirish, buning o'zi yana bir qo'rqinchli masala. Bolalarimizni tirik yetim qilib, ularni oilalarimizdan ayirib, uni atalmış Xitoyninki o'zining yetimxonlarida tirik yetim qilib, ularni butun Xitoy tarbiyalasin. Zaksidan tortib mundaqcha aytgan vaqtda ularni Xitoyning tarbiyasi, Xitoyning tili, Xitoyning madaniyatini singdirib nim qilish bu bizga yana bir qo'rqinchli bir narsa. Chunki kelgusida shunda bolalarimiz cho'ng bo'lsa, bizga qanday oqibatni keltirganligi texnik qo'rqinchli. Nima uchun degan vaqtda bizda bir gap bor, yog'i yondan bola qarindoshdan deb. Chunki bundaq assimilyatsiya bilan yetildirilgan biz o'zimizning qonlari kelgusida bizga qanday bir oqibatlarni aytildi, bularni har kim tasavvur qila oladi. Shuning uchun bu yana bir qo'rqinchli narsalar. Demakki, yig'ib aytgan vaqtda to'g'ri Xitoyninki hozirgi siyosati bu Uyg'ur ayollari deganda bunda chiqqanda Uyg'ur xalqining kelgusiga qaratgan bu qirg'inchilik siyosati qo'rqinchli. Ammo shunda qo'rqinchning ichida yana umid qilayotgan, o'zining jasoratini ham shundaqla noroziligini yana qalbida tutib turayotgan xalqimiz bor. Xuddi nimalar ko'rgandek, ammo buning bilan qalbimizda bog'lig'i yetarli emas. Shuning uchun vatanning sirtidagilar, biz qo'limizdan ish keladiganlar, kelalaydi, qilish imkonimiz bo'lganlar. Qo'limizdan ish keladiganlar desakmi, bak cho'ng gap bo'lib ketadi. Chunki biz quvvatimiz, ammo quvvatligimizlar hammasi yetarli emas. Texmi cho'ng ishlar bo'lish kerak. Albatta hozirgi vaqtda vaziyat nihoyat yaxshi. Butun shu har birimizning tirishchanligi bilan dunyoninki fikrni, ya'ni dunyo sahnasidagi siyosiy iqimlar, strategiyalik iqimlar, bundaqcha aytganda Xitoyninki faqat biz Uyg'ur xalqimizni qirg'inchilik qilish uchun maqsad qilib qolmasdan, bunday aytganda dunyoga o'zininki shu tajovuzchilik, besim ham shundaqla mushtaq bir millatlik va yoki millatchilik bo'lgan vaqtda extreme ashaddiy holda ashunda qilib bir Xitoylik narsa bilan dunyoni o'zininki mantiqsiga bo'ysundirib kontrol qilman degan shundaq bir cho'ng g'oyasini hozir his qilib to'nib yetkazga har kim Uyg'urni qutuldirish deganning ma'nosi bundachiqni har kim o'zini qutuldirish degan bunda bir to'nishlar kelyapti. Bularning hammasi cho'ng ish, ham yaxshi ish. Biroq shuning ichida biz yana to'xtamasdan texnik cho'ng tirishchanlik ko'rsatishimiz kerak. Bu tirishchanligimiz bizga akildigan birinchi narsa nima bo'ldi? Dal ashundaq yig'lab turib, ko'nglida yig'lab turib og'zi qilayotgan xalqimizning hayotini qutuldirishimiz kerak. Ular eng bo'lmaganda o'zining hayotini saqlab qoladigan bir sharoitni yaratish uchun bizga yana nurg'un ishlar kerak. Nurg'un insonlar dast turishi kerak. Yana bir tarafni aytgan vaqtda Xitoy shunday qilib bizning vatanki xalqlarni shu undaq yo'l bundaq yo'l bayotini hammamiz deb o'tdik. Bir millatni haqiqatan biz millat sifatida genocide, qirg'inchilik qilib yo'qotib ketalamdi. Menimcha u mumkin emas. Chunki biz bir Uyg'urdan bir inson shu yer sharida hayot qoldi ekan, biz o'zimizningki kim bo'lganligimizni va yoki bizning vatanimizning nima bo'lganligini va yoki bizning mavqeimizning qanday bo'lganligini hargiz yo'qotmaymiz deb qarayman. Mening bundan cho'ng ishonchim bor. Mening esimda bor masalan Erkin Akram efendi balkim uzun yildan beri bunga qarab kelayotgan insonlarimizning biri, bilim odamlarimizning biri Kosovo masalasini aytib etayli. Uningdan yana bir shu dunyoda mustamlika uchirgan nurg'un millatlarning ahvollarini qarasak, masalan Kosovoda burun shu yerki Kosovo xalqi, Albaniya xalqi o'zining kimligini hatto yo'qotib qo'ygan darajada yo'qolib ketay degan teshularmichu. Eng oxirida qirg'inchilik kelgan vaqtda, bundaqda ba'zi vaqtda shundaq insonning beshi qancha cho'ng besim kelgan sari uningdan insonlar o'zining kimligini tepib olishga, kimligini saqlab qolishga bakarak urindi. Demak, Kosovodagi albanlar shundaq bir qirg'inchilik girdog'iga yetgan vaqtda ular o'zining kimligini topgan eng yuqori bir palla bo'lgan mazgil bo'lgan.
Demek ular ahir özününki şu müstakillik iradesiga yetdi. Onundan başka nurgulluğun şundaq milletlerimiz var. Unutup kaptım şundaq yani bir millet, katılan bir milletler. Bir nersede kögendim. Bizden şularning vatani ayni bizning vatandek şundaq qirg'inchiliklarga uchragan, butunlay assimilyatsiyaga uchrab, ular yo'qolib ketgan vaqtda şularning xuddi siz bilan bizga o'xshash chet ellarga chiqib ketgan xalqi o'zininki tili, madaniyati, urf-odati kim bo'lganligini saqlab qolganligi uchun shu uzun yillik to'xtamas kurashlar bilan keyin bu vatanni o'zining tuprog'ini qaytirib olganda shu xalqlar qaytib berib shu o'zining millatining kim bo'lganligini qaytadan tiklagan. Mana shunday ahvollar bor. Shuning uchun men bu bir millatni faqat bu Xitoyning bu qadar jallodligi bilan bu yer sharidan qurib ketdi deb qaramayman. Bu bir yana bir narsa balkim esinglarda bo'lsa 90-yillar kelgan vaqtda O'rta Osiyodagi mustaqil mamlakatlarga hammamiz shohid bo'lgan o'shalar bo'lganda. Şahsen ben özüm 90-yılı Kazakistan'da bo'lgan, o'qishga borgandim. Men Qozog'istonga o'qishga borgan vaqtda shu men borgan oliy maktabdagi nurg'un qozoq bolalari qozoqcha gap qilishni bilmaydi ekan, meningchilik bilmaydi ekan. Men Uyg'ur turib, qozoqni ko'rsam hech qachon ruscha gap qilgim va yoki boshqacha gap qilgim kelmaydi. Uyg'urcha gap qilgim kelmaydi. Hatto biz qozoqcha salomlashib, qozoqcha gap qilishni o'zimning sharaf deb biladim, ham ularga nisbatan hurmat deb qaraydim. Ammo u yerda qozoq bolalar bizga Ruschalab cevap qildi. Urf-odat degan narsalar hatto yo'qolib ketgan. Ba'zi bir taraflardan nurg'un narsa din degan u kallasida yo'q, juyilib ketgan. Endi shohid bo'lgan ishlarimiz shu. Qozog'iston mustaqil bo'lib 10 yildan keyin men Qozog'istonga bordim. Butun qozoqlar agar bir qozoqqa ruscha gapirsa, Sveniya, cho'shqa deb tillaydigan darajaga yetib ekan. Demak, erkinlik mustaqillik aslında bir şarait bulduğun iken bizning qonimizda bu shu yer şartımızı bizning qonimizdan bo'lgan bir inson qosimi biz bir kuni biz yana o'zimizning kimligini saqlab vatanimizning vatanligini saqlab qolamiz deb qarayman. Ammo buninglik bilan tinch turmasligimiz kerak. Rahmat sizga Zubeyra Hanım. Muhim narsalarni so'zlab o'tdingiz. Endi Mehmetcan, bu Xitoylar chet elga chiqqan vaqtimiz, Xitoy rahbarlari mayli Turkiyaga kelsin, boshqa kelgan vaqtida Sharq Turkistonning taraqqiy qildiganligini, oldimizdagi yillarda 50 milliard mablag' soladiganligini deydi. Yana bir tashviqoti shu Uyg'urlarni boy qilayotganligini, kambag'al rayonlardagi yoshlarni ichkiri o'lkalarga opirib, u yerda zavodlarda xizmat berib, ularni kambag'allikdan qutuldirayotganligini tashviq qiladi. Ba'zi kishilar Turkiyada siyosatchilar bilan ko'rishgan vaqtimizda nima degan yaxshi, bu opirib ashada xizmat berib, bir narsalarni o'rgatib, undan keyin vatanga qaysi yaxshi emasmi deb dunyoga bunda tashviq qilyapti demdi. Xitoy nima uchun bularga haqiqatan xizmat deb berish maqsadi, bularga kasb o'rgatish bo'lsa, o mablag'ni shu bizning jutlarga selib ashada zavodlarni qurib ashada ish tepasi bo'lmamdi. Bu siyosatininki iqtisodiy jihatdan tahlil qilgan vaqtimizda Uyg'urlarning iqtisodiy jihatdan taraqqiy qilishiga haqiqatan foydasi bo'layotamdi, rayonga mablag' selayotamdi, mablag' solsa bu mablag'dan yerlik xalqlar foyda elayotamdi, bundan foydalanayotamdi. Bu vaqtda siz keyinroq chiqdingiz chet elga, ko'p narsalarni o'zingizmi shohid bo'ldingiz. Bu vaqtda biroz to'xtalsangiz. Endi Xitoyning boshqa davlatlarga borgan vaqtda undaq deyishi, ondan Uyg'urlarga ish deb beramiz, bu deyishning orqasida hamda sal kengayib jihatni epaysak, oxirgi shu 10 yillar atrofida Xitoyninki ichida hamma narsaning tannarxi o'sdi, bo'lib ishchilik tannarxi, anda xom ashyo tannarxi o'sdi. Shuning bilan Xitoyninki zavodlarniki ishlab chiqarish tannarxi o'sgandan keyin Xitoyninki mollari boshqa davlatlarda endi unchalik afzallik ega emas, bu hojatda unchalik afzallik ega emas bo'ladi. Bundan bo'lgandan keyin ishlab chiqarish tannarxi yuqori bo'lgandan keyin Xitoy zavodlari texnik ko'p arzon baho bilan mahsulot ishlab chiqarishga ehtiyojli bo'ldi. Bunlar bo'lgan chog'da ba'zi Xitoy shirkatlari shu Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlariga, Tailand, Vyetnam degan davlatlarga ko'chib ketganlar bor.
ularda texim azan işçilerini tapalaymiz deb. Ular ketmeyenlerge endi Xitoy hukumati ba'zi siyosatlarni chiqarib yo'l ko'rsatib degandek, Gansu degandek bo'lib yaqinda buyon bizniki vatanga o'sha tarmoq zavodini qurish yoki bo'lmasa o'sha Uyg'urlarni akapilg'alar qilib va'da berish degandek usul orqali tuban maosh bilan ishlab chiqarishda narxini tubanlatib yana o'zining eksportini saqlashni nishon qilib siyosatlarni olib beryotdi. Endi bu yilgi undaq sanspirlar yo'q, ammo o'tgan yilgi xabarlarda lagerdan chiqami yo'q bilmaymiz, ammo Xitoyniki ishki rayonidan kelib bizning vatanga zavod qurgan shirkatlarda Uyg'urlarniki Xitoyning televiziya teatrlarida so'zlagan gaplar bor, xabar programmalarida so'zlaganlarda oylik maoshim 800 yuan, 900, yo'qolsa 1200 gacha ko'rdim. Endi hozirgi uyanın bağışlı aytda o 800 yuan faqat 8 kilo go'sht keldigan bir sharoitda. Bir oy ishlab endi 800 yuan maaş alsa endi bu bir qulluqdan boshqa narsa emas. Bizningki Uyg'urlar o'rtoqlashganlarda zavod qurulmagan Xitoy shirkatlariga endi majburiy burun men vatanda vaqtimni ko'rgan sanchilib har bir yezlarga, har bir kentlarga manchilik, yeşil mancha, yani 30'un tüven, 18'in yukarı degandek yaş çekmesi var. İşki rayonuna berip bu şehirde işlep kilislerdi. Avval yumuşak vasıta, eğer koşulmasa katık vasıtalardan sorular degandek yaşlarını apılıp aşağıda işletilgan. Yani terbiyeleş degen namda apılıp bu yerde zavodlarga işletilgan işler var. Ulanın maaşını şu yerdeki Xitaylar'ın yerimi yetidu, yak etmeydi degandek naydı tüven. Bu Xitay'nınki şu o'ziniki ishlab chiqarish, eksportni saqlash, ya'ni o'zining iqtisodini tutib turishga qo'llangan bir tadbiri. Yana birisi siz bayon deb o'tgandek, endi Uyg'urlarga ish o'rnini tepiryapmiz, u bu degandek ba'zi tashkilotlar uchun qo'llanyapti bu xil usulni. Ammo endi ba'zi chet ellik muxbirlarniki yapgan ziyoratlardan ko'rib, u yerga Uyg'urlar ishqasi rozi emas. Normalda endi bir yer ishlagan odam maoshi yaxshi bo'lsa, u yerdagi sharoit yaxshi bo'lsa, yanada o'ziniki vatanda yiroq bo'lsinmi, yana rozi bo'lib ishlashi mumkin. Ammo bu yerda Uyg'urlarda umumyuzlik norozilik bor. Hatto bir xabarda bir Uyg'urniki kunligiga 1000 yuan burun shunaqa kirim qila olganligi, ammo ishga opirilgandan keyin kunligiga faqat eng ko'p kirim qila olganligi haqida degandek. Bunda xabarlar bor. Bu aniqli majburlab opirilganligidan derak beradi. Ya'ni hozir zamondagi qulluq desek ortiq ketmaydi deb o'ylayman. Rahmat sizga Mehmetcan. Erkin hamda bu abiyatın Zübeyra Hanım'ı dep ötüyor. Hem de bu Xitay'ınki hazır bazı kılıvatkan siyasetleri hakikaten adamın alıkı işçi ilişidiğen bir menzeremdi. Bu mesela kızlarını mecbur Xitay Uyg'urlar bilan to'y qildirib, zo'rlab uni yaxshi ko'rdiganligini ifodalaydigan gaplarni qildirib, bu qilayotgan qiliqlar haqiqatan bu odam qabul qila oladigan bir narsa emas endi. Buning dunyoda ya da Xitoyning tarixida bunda örnek bormi? Burun bunda bir siyaset bo'lganmi dunyoda va Xitoyning o'tmishida? Bu birinchi savolim. Yana bir savol. Endi bu bilisiz bo'libmi 2017'den keyin şu aşqulluğa qarshi turish belgilemesi o'tirg'i chiqib, şu lager o'tirg'i chiqqandan keyin Xitoy davlat reisi Xi Jinping bütün dünyanın tanqidiga uchirdi. Xitoylarni tanqid qildi, dünya davlatlari, Uyg'urlar haqiqatan qattiq tanqidga uchirdi. Ama bazılar deydi hazır şu yakındım bu yan hem de bazı Uygurlarının ağzından ağlayanlarım yaxşılışkı başlaptı biraz boşav etipti siyaset, bazı kişilerini kuvvetipti, hemmini kuvvetidiken digen bunda gepler var. Ama bir taraftan ilgileydiğen bolsak nurgun adam takiqici turmalarda hakikaten lager selivatkanlığı doğrusu da malumatla kilvatıdı.
nurgun yeniden şu lagerlarını selip atkanlığı doğrusunda. Muşunda tenkitke uçurgan bolsumu Xi Jinping özgermedi mi yoki siyasette de bir özgürlüşünün bişaretleri bağ mı? Bu haqda bir göz karışınız nasıl? Elbette degandek Xi Jinping'nin Şark Türkistan'da ilip bir vatkan bu zalim siyaseti ne tarihte mi köklü buldu? Misal Tang Sülalısı'nı Türklerle uruşkan vaxtıdı mı erlerini hemini öldürüp potonlarını hemmisini özününki askerlerge takip eken onda aqallar var. Ming Sülalısı'dı mı şu Turpan'dan Gansu geçip bağan bazı Uygurlar vardı. Bu Uygurlarını mı erkeklerini hemini öldürüp 5000 dek ayalını askerlerge, onun askerlerge takip edip bunda kılgan aqallar var. Yani tarihte mi bunda zalim bir tavrımı var. Şununla bu işin öz vaxtıda 1921'de Beijing Üniversitesi'nde bir Xitay hikayeler tarihi degen dersini tayarlavatkan vaxtıda Xitay tarihinin her bitinde zulüm, her bitinde adam öldürüş, her bitinde muşundak yamanlık, eskilik, oyun, muşda nesle bağ deydi. O oylayan, bunda naçar bir millet kanda bulup muş gün gece yaşap geldi de kitaplarını tekrar, tarihini tekrar kargamakta. Şu çağlarda özüne muşun Xitay milletiga pedakar kılgan adamlar bu başka muşalığa muş gün geldi deydi. Yani Xitay'nınki 24-5 sülale tarihininki tarih karaydıgan bolsa hemmisi muşundak. Halbuki bularınki ideologisi, konumuzun ideologisi bunda adamlarını öldürmeslik, insanları yaş karaş, Tanrı'nınki şu dünyaya koygan nizamga maslışış, degan narsalarni sözleydi. Demek ki sözlügen gap başka, icraat kılgan başka. Bütün Xitay Halk Cumhuriyeti kurulgandan beri, bütün Xitay reisler hemmisi konumuza karşı çıkan. Yalgızla muşu Xi Jinping bunu qoğdavadıdı. Demek ki yine aşı burunku tarihte gidek zalim işlerini yani ilip barıdı degen gep. Bu Xi Jinping oturmakta tütegen bir adam. Kalan diplomalar hemmisi onda kılıp ilvagan neyse. Şununla o okumagaçka her kademini desep ötmügeçke ki o doktora diplomasının var. Her kademini bisip mağmagaçka anma akademge karab ösmügen gep. Şununla o bizge bazı romanlarının bir sözünü aşı Xitay'ın makal temsillerinin disine uyatlıvagan sözlerle ve hata okugan sözlerle o Xitay'ını yaxşı başkurup bir yer aparamaydı. Bunda reisler nemiş kıldı degen vaxtıda şu katı kolluk siyasetke müracaat kıldı şu. Şununla birinci qitim bu başkuruvatkan vaxtıda bütün hukukunu hemmisini kolluğa aldı. Misalga partininkini aldı, devletinin reisligini aldı, askeri komiteninki reisligini aldı. O mu yetmedi? Milli Xavfsizlik Komitesi'ninki reisligini aldı. Ondan keyin bu merkez hükümetinin ıslahat ilip bir işhanı degen bir işhan var. Bu işhan bolgan bilen şu merkezden en töven yergece buyruk düşürelaydigan ve kalan şu cehe idarlarını karmaydigan, öz bilip öz iş kılgan bir işhan o, aktivi işhan. Şununla hukukunu hemmini jığıp turup özününki əbəqə mən çalakan qalan yerini toluqlaşqa tırışmadı. Zalim üslup ile xalqlarına qoxtuvadıdı ve rakiplerini aşının bile qoxtuvadıdı. Şununla bu tarihte mi görüvatımız zalim bile manguzgan hakimiyetler kısa devam kılır. Uzun devam kılır emez. Bunu 19. əsrinin ahırlarda İngilizce'ninki hem tarihçi hem siyasi boğan Lord Acton'un bir sözü var. Deydi arkanda hakimiyet bir sesip tügeydi deydi. Ama mutlak hakimiyet çokum yokaydı deydi. Şu gibiler Xi Jinping'in ki bu kılmışlıklı manda bir nil değil. Şunun da Xi Jinping hazır neymiş kılıvatkınını bilmeye vardı.
Hazırkı terip koygan bu nimeler zalim, zulüm nesler gün bu özüge yanıdığanlığını bilmeyevadı. Xitayma öz vaqtlarda kurgan sülalığıma aşı ahırga kelgen çağda bağan siri aşında zalimleşken, bağan siri adamlarını köplep öldürüşke başlayan. Bu Ming sülalısıda mı görüngen, Mançur devletinde mi görüngen, Tang sülalısının ahırlarında mı bu görüngen, şununla sap isyan çıkıp hakimiyet peşindekilerinin hemmisini öldürüp yaki Ming sülalısının hükümdarı özüne isbağı. Şununla bunda zulüm siyaset bir yergeci bağmaydı, bir yergeci toktaydı. Fakat bu Xi Jinping'i anlatıdığı adam yok mu diyen vaxtıda hakikaten hazır Xitay'da meyli askeri kanatta bulsun, meyli muşu ilmi sahalarda bulsun. Bu yerdeki okumuşluk ve generallar devamlı Xitay'ını pülep, Xitay'ını yoğatıp, Xitay hiç kimde korkmaydı. Xitay 100 yıl evvel izilgan, hem de izilmaydı. Kim ezse onun peşini izimizler, müşten ersini ümit vardı. Bunun için Garp devletlerinin ki medeniyetke, kültürge, demokrasi, siyasi ahlakı karşı bazı neslerin teşvik kısa, onu bir zehir, onu bir afyon da tanıştırıyordu. Ondan başka bu halkın ki bu komünizm ideolojisi işlemegenliği nazır milletçilik ideolojisi ile halkını tutuşka tırışıyordu. Hem de halkını tutuş için milletçilikini güçlendiriş lazım. Bu milletçilik güçlengen sıra ertesi gün bunu kontrol kılamaydıgan halığı ki kılış mümkün. Çünkü milletçilik diyen nerse bu öyle iki taraf kesildiğin manda nime hançerdek bir tarafını düşman kesse bir tarafını seni kesildi. Şunun bunu neye geçe apırdı? Yani hem de karab gelgen çağda haterlik bir ahvaldı. Ama diktatör bir hakimiyet oturup çıkan vakti da onun etrafını akıllık adamda kilemeydi. Çünkü ondaki adamlarını yaktırmaydı çünkü üzünün seviyesi ular yetmeydi. Şununla etrafına sap yalakçılarını jığıdı. Bu yalakçılarının layakat bulmagaşka, kabiliyeti bulmagaşka, serhil bulmagaşka, yalakçılıktan başka dünün bilmeygeçke bu reisine pülep yugatıp aşında kılıvatıdı. Ve Xitay'daki akıllık adamlar hemisi çetki kıykılıvatıdı. Meyli bu taşkı işler ministerlikten bolsun, meyli muşu milli xavfsizlik teşkilatından bolsun, hemmisinin muşunu körüvatı mesela çetki kıykılıvatkanlığını. Hatta muşu politbüro azasının 7 kişinin içinde bir tanesi var Wang Yang deyilgan. Burun muşu Dongguan'da vaka çıkan vakti da aşağınınki Komparti reisidir. O biraz nispeten biraz liberaldi ama onunla çetki kıykılıvatıdı, onunla merkezde almayamadı. Ondan başka akıllı birisi vardı Wang Qishan deyilgan. Ona mı çetkiye kıykılıvatıdı. Gerçi ular hemmisininki nimesi rüşvet, yolsuzluk, çiriklikler var da şunda bozma nispeten de vardı. Çetki kıykılıvatıdı. Demek ki bu hakimiyet uzun devam kılamaydı. Evvel diyen özününki kabiliyet, dünyanı yaxşı tanımazlığı, Xitayını yaxşı tanımazlığı ve Şərq Türkistanlıklarını tanımazlığı bile birlikte ilip yürüvatkan bir siyaset. İnsan tanımagandan kim, bilmegenden kim hata iş kılışa başlaydı. Evet, rahmet tarihten bugünküçe Xitayning bu iddiasini dep ötdi Erkin Ekrem Efendi. Zübeyre Hanım hem de bunda hakim mutlak tüzümle ömrü uzun bulmaydı deydi Doktor Erkin Ekrem Efendi. Sizce bu 71 yıl oldu Xitay Komünist Partisi hakimiyet beşeri kelgeli bizni işgal kılgılama 71 yıl oldu. Bunun ömrü kançılık bula yok bula mı yok boğan takdirde yemirilgen takdirde Uygurla nime kılışı lazım bunun bilen tügetsek sizin ahırkı bununla boğan göz karışınız nime? Rahmat, to'g'ri deysiz. Erkin Ekrem Efendi yaxshi tahlil qildik. Hammasi shundoq.
Hakikaten to'g'ri, bu hokim mutlaq bundaq hukumat hech qachon titrab turmaydi. Bu yiqiladi bir kuni. Ammo bizning Uyg'urlarga nisbatan eng muhim narsa bizning o'ylaydiganimiz, agar Xitoy yiqilsa, biz qanday qilamiz? Biz qandaq bir qandaq bir yo'lni tutishimiz kerak? Qandaq qilib biz bir tarixda o'tkazgan xatoliklarimizni qaytadan takrorlamay, bizning yana bir qitim haqiqiy bir mustaqil, haqiqiy bir millat sifatida shu dunyo sahnasida qandaq bir tik turib o'zimizni tiklaymiz degan shundaq bir narsani o'ylash, mushu yoqda bosh qotirish, mushu yoqda aqlli bo'lishimiz bizning menimcha shart. Haqiqatan to'g'ri deysiz, 71 yil bo'libdi. Xitoy hukumati garchi shu qadar diktatorlik bilan siyosat yurgizayotganmizni shunday yashab kelyotidi. Yanıla hatto mundaq ketgan vaqtda dunyo sahnasida iqtisodiy kuchi bilan o'zini bir qudratlik hokimiyat deb chog'laydi hozir. Hech kim bizga tegamaydi, biz noytim shundoq ajoyib qudratli bo'lib ketdik, dunyoni so'raymiz degan g'arazda haqiqatan. Ammo bu g'arazlarning, bu o'y fikrlarning hammasining oqisi quruq. Xuddi Erkin Akram apandi aytgandek, bir diktator hukmron haqiqatan shundoq atrofidagi aqlli insonlarning aqli bilan ish qilmaydi. Ular o'zininki diktatorligini saqlash uchun yaloqchilarning, aqlsizlarninki yo'l ko'rsatishi bilan hokimiyat yurgizadi. Haqiqatan shunday bo'lyotdi hozirgi vaqtda. Bu 71 yil Xitoyning bunday hukm sürəlishining hammasi nurg'ulganda Erkin Akram apandim bugun deb o'tgandek, Xitoyning hukmronlik surish nimasining hammasi rangvozlik bilan o'tgan. Bir qartashlik kitobi bor-ku, bularning uni nurg'ullarlar o'qigan bo'lishinglar mumkin. Ayni shuni aytgandek, bular rangvozlik bilan bizning vatanda mashunda aldamchilik rangvozlik bilan hukm surib keldi. Əmdilik kelgan vaqtda bular yuzidagi niqobni ip tashlablar, chunki bu bir nodon mundaq ketgan vaqtda rasmiy bir ashaddiy bir tuzumga kelganda Shi Jinpingning tuzumi mundaq aytganda bir ashaddiy bir tuzum bu-chu hozirgi vaqtda. Tarixda qaytalangan, ammo bu hozir bu 21 asrdagi yuqori texnika, yangiliklar bilan jug'urinib, bu bir odam tasavvur qilg'isiz bir mundaq olvastığa aylandı bunun tüzümücü. Endi bunda bir tüzümde buniki yıkılış nemisimi görünüşümü naydı iğir boluşu mümkün her taraftan. Şuna şahsen biz özümüz bir Uygurlar süpütümüz bilen biz tarihteki derslerimizni yakınlaşımız, her bir tarihi kademde bizning özünün mağlubiyet tarihimizni naydı yaxşı düşünüşümüz muhim dep qarayman. Biz tarixda nemeden mağlup bulduk deganni. Qandaq qilib davr surduq emas. Chunki biz jiq vaqt kelgan vaqtda bizlar emas, insonning xarakteri har qachon yaxshini so'zlashni, tush ko'rishni, muvaffaqiyatlarni aytishni, qanchalik bizniki shohona davronlarimiz bo'lganlarni manda deyishga nayt usta bizchu. Ham osonla odam ularni demak oson. Biroq bizning dushmanimiz bu Xitoydek bir hukmron. Agar yiqilib qolgan taqdirda biz baribir bu Xitoy bizning qo'shnimiz bir. Yana birisi buning dunyoga 71 yildan beri taqatgan ta'siri xeyli kuchli. Bir garchi bu hukumat yiqilsa-mu ularning ta'siri butun hammasining yuzilib, insonlarningki hatto dunyo sahnasida yo'qolishiga vaqtlar ketadi. Mana mushu vaqtlar jarayonida biz Uyg'urlar garchi hatto mustaqil bo'ldik degan taqdirda yana sagak bo'lishimiz kerak. Bo'pmi? Bizning ikki qitim shu tarixda erishgan mustaqil mamlakatlarimizningki shu mag'lubiyatni bu eng oxirgi 44-yildagi Sharq Turkiston Respublikasining mag'lubiyatiningki ahvollariga qarasak, buningda nurg'ulg'an biz uyg'unishga hargiz ko'zdan qochirmaydigan ashundaq mag'lubiyat darslarimiz bor. Shuning uchun bu oldimizdagisi uningdan muhim, uningdan jiddiy, uningdan strategiyalik. Shunda bo'lganligi uchun aytmanki biz hozir Xitoy o'zi yiqildi. Xitoy yiqilsa, Xitoy hukumatining mag'lubli bo'lsa, biz erkin bo'ldik deb mendaq sagak qolmaylik. Biz xotirjam bo'lib ketmaylik demoqchiman. Biz toki o'zimizningki mustaqil, hech kimga mustamlik kelgusida mustamliksiz biz yashay oladigan bir erkin
davlat bo'lishimiz uchun, aşında bir davlatni qurish uchun bizda bir cho'ng tirishchanlik, cho'ng g'oya, bir yaxshi aqlli ishlar bo'lishi kerak bizda. Ko'p rahmat. Rahmat sizga Zübeyra Hanım. Mehmetcan hem de en ahırda, hem de bu ötken yılın ahırda bu Wuhan'da bu koronavirüsü çıkandan keyin Xitay virüsü bütün dünyada hem de iqtisat en zor ziyan uğrab. Nurgun adam öldü ama dünya iqtisadımı qalaymakan bulup gitti. Hazır ılık teminleş zinciri bozuldu. Xitay import qilib pul topadigan bir iqtisod hamda ham moddani ekirdi, ishlab chiqarib dunyoga setib boy bo'lgan. Hamda bu dunyoda iqtisod keyni ketyapti ama Xitoy yana kuchlanayotgan birdan bir davlat deb xabarlarni ko'ryapmiz hamda. Xitoy hakikaten bu koronavirüsüden kiyinmi, aynı iqtisodiy jihatdan kuchlanayotdi. Buningdan keyin Xitoy iqtisodi qanday bo'lardi? Dunyoda Avrupa, Amerika bütün dünyanın iqtisodi agar keyniga qarab mansa Xitoy yana taraqqiy qila olamdi dunyodan ayrim bir şekilde. Bundan keyingi Xitoy iqtisodiga qanday qaraysiz? Bu yerde bazı analizlarni devam bahsimiz şu. Yani şu virüs vakası başlangandan bu yan başka devletler naiti zor çekinmez. Mesela Amerika'nın bu bazı ştatlarda iqtisadi yakını bu yan 20% hatta 30% çekinge yapallar. Avrupa'nın bu aşında hılı eğer çekiniş yapali. Bu Xitay eksport Xitay'ın cambek vasa asasları eksport Xitay'ın trafik batkan dursa qandaq bulup hem devletler çekin vasa import azı vasa Xitay qandaq olup yani importunu aşırıp iqtisadi trafik kırmızı bu mümkün adamın kabul edilen bir sual. Hem de erken malum bayanlar yaş teklif öte Xitay'nınki mustabit tüzümününki alaydılığını. Xitay'nınki iqtisadi mı bir mustabit tüzümde. Yani Merkez Bankası bütünlüğü Xitay hükümetiga bağlı, başka devletlerin gerek Merkez Bankası müstakil emas. Hükümet lazım bolsa xalqancha pul taqitib, qarzini ko'plab taqitib, o qarzini to'laydigan vaqt kelganda Merkez Bankasida pulni besibla o'zining qarzini to'lab bundoq ketalaydi. Uniki natijasi texnik ko'paygan baliq tarixini ko'paytirish, pul pahalılığını oshirish, u yerdagi puxtalarniki, yani boyligini tortib olish, yani bundoqcha aytgan vaqtda. Shu shaklda amalga oshishi mumkin. Bozor ve iqtisod erkin bo'lmagandan keyin nurg'un ishlar, nurg'un iqtisodiy o'zgarishlar iqtisodniki qonuniyati, tartib qoidasi bo'yicha mangmaydi. Hükümetniki irodasi qanday bo'lsa, ular nimani xohlasa, iqtisodiy qarorlar shu bo'yicha bo'ldi. Bunday bo'lgan chog'da endi xato qarorlar elinish ehtimolligi cho'ng birisi. Yana birisi iqtisodniki sog'lom taraqqiy qilmaydigan ahvollar og'ir bo'ldi. Endi Amerikada bu nim bo'lgandan keyin shu virus vaqasi yuz bergandan buyon hukumat 2 trilyondan ortiq pul tarqatdi, ham nurg'un yordam berish degandek narsani o'tirib qo'ydi. Ammo bozor yanada nisbatan erkin, yani vayron bo'lganlar vayron bo'lsin, shirkatlar vayron bo'lsin, yani krizga birlashib beramagan shirkatlar baribir yaxshi shirkatlar emas. Yaxshilar qolib qoldi, keyin yana iqtisod yaxshi tarafga ketmadi. Bu yerliklarniki o'ylaydigan nimasi shu, yani logikasi shu. Vayron bo'lgan vaqtda uni qo'yib o'tish kerak, keyin asliga keladi. Ammo Xitoyning unday emas. Ular bizniki iqtisodimiz davomli eshmasa deydi. Iqtisodiy tuvallab ketdi degan so'zdan undan kelib chiqilgan bir qo'rqinish, andishaning bo'lishini xohlamaydi. Shunga texnik ko'p pul besib taqitib, qarzlarni texnik ko'paytib, bo'lib 2020 kirgandan buyon maxsus tur mablag'i degan nomida har qaysi yerlik hukumatlarga texnik ko'plab pullarni taqitib degandek har xil asosiy shart qurilishini olib berib, mushu xashlangan pullar orqali endi iqtisodni oshiramiz deyotdi. Iqtisod oshi deganga GDP qaraydi. GDPning muhim bir ko'rsatkichi hukumatning sog'lom mablag'i. Asosliq shu hukumat sog'lom mablag'iga tayanib taraqqiy qilyapti. Yana birisi o'yimlik ko'plab
meblag sevatıdı. Yani iqtisad yamanlaşkan vaqtda hükümetmi şu, bankalarmi şu, bugün hatta ömürlük bilen şoğlanmayan şirketlermi ömürlükke meblag selip ömürlük bazada bir köp payda qılıp, şundan çıkan payda arqılıp hem de özüneki iqtisadi işini saqlap kelayotgan ahvollar var. Ama onun ziyini körülüşke başlayatıdı. Xitayning en çoğun ömürlük şirketi olan Xangda deyimiz yakında mesela. 3 milyondan artıq işçisi var. 1 trilyonga yakın meblag var degandek. O ağır kriz ichida endi bu yilning oxirida to'laydigan qarzini bek nurg'on Xitoy hukumat to'lab bersin deyotdi, ammo cho'ng bo'lg'achqa qarz endi hukumat to'lab beradi yo'q bilmaymiz. To'layamizsa endi ağır kriz shuni boshlanishi mumkin. Shuningdek, endi Xitoyniki iqtisodiy o'ziniki e'lon qilgan soliq ma'lumotida iqtisodiy o'sishi yaxshi 5%, yana 6% degandek. Ama onunki pul pahalılığı o vaqtda aniq bir ma'lumot bergani yo'q. Mal bahasınınki o'sishi ahvolini aytdi, ammo onun bu to'g'ri bir ma'lumotlar bergani yo'q. Qisqa vaqtda endi boshqa davlatlarnigidek birisi ishonchli emas soliq ma'lumotlar, yani sog'lom emas. Rahmet sizge Mehmetcan. Hem bugünkü programımızda noktalı kaldı. Bu atalmış Şincan hizmet yığını doğrusu da mülahize edip kaldık. En ahırda şunun bilen ahırlaştırsak deyme. Hem de bu Şincan hizmet yığını de yığın ne çıkartıp içildi, kaçandın da içilvatıdı bu. Başka eyaletler doğrusu da mı bunda yığınlar var mı? Mesela bir Gensu hizmet yığını, Lencu hizmet yığını da ya da fakatla Şincan, Tibet doğrusu da mı içilamdı? Bu haqda kısaca bir malumat versiniz Erkin Ekrem Efendi, şunu olan akırlaştırsak. 1950'lerde bazı ülkeler için aşındak yığınlar vardı. Mesela Mançurya'da 3 ülke var. O rayon Japonya sanayi halığı ekegeçke oya moyum Xitoy uchun. Bundan keyin yo'qolib ketgan. Ama bu Xuyabang'ningki vaqtida, yani Deng Xiaoping'ninki vaqtida birinchi qitim bu Tibet xizmatlari yig'ini ichilgan. Ve u yerda birinchi bo'lib shu Tibetning masalasini yaxshilashtirish uchun 6 maddelik bir teklifini o'tirib qo'ygan. Aslında o 6 maddelikninki narsalari shu otonomiya qonunida bor narsalar. Onu ta'kidlab so'zladi. O yig'indan keyin bu Sharq Turkistonga 6 maddelik bir siyoset qilaylik degan gapmi chiqdi. Ama o vaqtida Wang Jing, Li Shanyan degan Xitoy amaldorlar to'xtatib qo'ygan. Sharq Turkistonda qilib bo'lmaydi deb. Bugungacha Tibet hizmetleri degan bu yig'in 7 qitim bo'ldi. Sharq Turkiston uchun shu Urumchi qatlamdan keyin 2005'te başladı. Bugüngacha 3 qitim bo'ldi. Demek ki bu devam qilgandek turdi. Yani mesele bo'lg'achqa ichiyotidu ve qatnashganlar shu Xitoyni asas boshqurgan 7 politbyuroningki a'zosining hammasi qilyapti. Bundan başqa istihbaratningki adimi yoki CH idorining adimi, tashqi ishlarning adimi, muhim odamlarni qilyapti. Demek bu Xitoyningki en çoğun meselenin biridir. Evet. Zübeyra Hanım bugün 10. ayının 1. günü 2020 yılı bugün Şarkı Türkistan'ın işgal kılınışının 71. yılı münasebeti bilen uyuştuğun bu söhbet yığınımızga zaman ayırıp katnaşkanlarınız için köp rahmet. Mehmetcan sizge mi köp rahmet, Erkin sizge mi köp rahmet. Kiler programda görüşemiz. Hoş emisi. Rahmet. Hoş. Hoş.